Akash, chetdasiz yoki ishlab yuribsiz, uyim joyim deb yuribsiz. Uylanishingiz kerak. Uylanish uchun nima kerak birinchi o'rinda? Pul kerak, ikkinchi o'rinda uy kerak. Sizga bitta chotka variant qilib beraman. Baxting, baxting, baxting. Mana Qorasuv uylari turar joy majmuasida 40 kvadratlik, qiruvchi 75 kvadrat ekan. Qiruvchi 75 kvadratlik bir xonalik yosh oilalar uchun kompaktniy chotka variant. Misol uchun kirish mana bu tomonda joylashgan. Kirgandan prixoshka, chap qo'lda vanna tualet alohida ham qilsa bo'ladi. Keyingi eshigimiz oshxona, bunisi esa spalniy, plus balkoni ham bor. Ya'ni yosh oila uchun nima kerak? Ya'ni o'zingiz bitta o'zingiz bo'lasiz, bitta kelin bo'ladi. Ikki kishi uchun yetib ortadi shuni o'zi. Eng qizig'ini aytaymi? Bu oylik to'lovi bor-ku, eng kam ish haqqi oladigan insonlar ham to'lov oladi buni. Ishoning, to'lov oladi. Misol uchun, boyagi xonadonimiz 43,75 metr kvadrat. Bu ko'paytiramiz 1 metr kvadrat narxiga, ya'ni 7,5 million so'mga. 7,5 million so'mga. Umumiy summasi 328 million. Buni qay holatda berasiz? Umumiy summani olamiz biz. Umumiy summani olamiz. Shuni 60 oyga bo'lib beramiz. 5 yilga. Oyiga 5 million 468 ming so'm deng. Ha, keng mana siz uchun 5 million 400 ming so'm. Kostini ham olib tashlaymiz. Har oyi 5 million 400 ming so'mdan to'lab, bir xonalik 43 metr kvadratlik uy ega bo'lish maza emasmi? Ya'ni nima kerak yosh oila uchun? Yana bitta g'oya, ya'ni yana bitta fikr. Agar mabodo yig'ib qo'ygan pulingiz bor, bir 50 millionmi, 60 millionmi, olib kelib bering shuni, chegirma ham qilib beramiz. Oylik to'lovingiz yanada kamroq tushadi. Ya'niki, misol uchun 50 million so'm pulingiz bor. Men sizga kvadrat metrini 7,5 million so'm emas, 7 million 300 ming so'mdan qilib beraman. Ya'ni 43,75 ko'paytiramiz 7 million 300 ming so'm. Umumiy summasi 319 million 375 ming so'm. Bundan boshlang'ich 50 million so'm to'lovingiz ayirib tashlayman. Asadga summa, ya'ni qolgan summa 269 million qoladi. Buni shunday olamiz, 60 oyga bo'lib beramiz. Oyiga 4 million 489 ming so'm. Ha, keng. 4 million 400 ming so'mdan tushadi oylik to'lovingiz. Bir xil 60 oy davomida stabil, narxi o'zgarmaydi. Shu holatda ketadi. Azizlar, Qorasuv uylariga like va podpiska bosishni esdan chiqarmang. Bizni kuzatishni davom eting. Sizlar uchun xuddi shunaqa optimal va qulay narxdagi xonadonlarni albatta chiroyli variantda qilib beramiz.